Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va qishloq xo'jaligiga texnikalariga qiziqadigan aka-ukalar. Mana yana bitta beda o'radigan kaselkamiz tayyor bo'ldi. Shuni sizlarga qisqacha bitta video obzor qilib tushuntirib o'tamiz. Bu kaselkamiz oldingi videolarimizda aytganimizdek, mana eniga 2 metr joyda o'radi. Bir tomonga to'plab ketadi. Traktorning orqasiga ulanib ishlanadi. Mana hozir kraska sepish jarayonlari. Mana katta usta bo'lamiz vodiydan. Bu kishi katta ustozimiz Tokir. Chiroyli qilib kraskani sepib qo'ydilar. Assalomu alaykum. Bu kaselkamizning komplektida mana kardan kristavinalari bor. Bu kaselkamizning komplektida bu ham. Xo'sh do'stlar, kimni mana shunaqangi kaselkalar qiziqtirsa, qishloq xo'jalik agregatlari zakaz asosida yasab beramiz. Mana bu navbatdagi zakazimiz tayyor bo'lyapti Surxondaryoga. Keyingi zakazimiz Xorazmga va yana undan keyin ichkarida yana yasalyapti. Bu zakazimiz adashmasam Qashqadaryoga edi. Bizning manzil Buxoro viloyati Peshku tumani Navbahor qishlog'ida. Mana Tokirning sex ustaxonamiz. Telefon raqamlarimiz mana shu. Ekranda ham pastda telefon raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Kimni qiziqtirsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlaringiz mumkin. Xudo xohlasa ertaga buni ishlash jarayonlarini ham video qilib qo'yamiz.